Pulni qaytarib egasining cho'ntagiga solib qo'ydi. Qiziqsilar, so'ralmagan paytda ham pul berasizlar-a? deya hazilga burmoqchi bo'ldi gapni doktor. Tegirmonchining qarashlaridagi toshday og'ir ifoda hazilning o'rni emasligini ta'kidlab turgandek tuyuldi. Doktor birdan jiddiylashdi. Yaxshisi o'g'lingizga aravacha olib bering. Vazni ancha og'irlashib qolgan Tangriberdini 4 kishi ko'tarib kasalxonadan olib chiqishdi. Mashinaning orqa o'rindig'iga qorni bilan yotqizishdi. Shalvirab qolgan oyoqlarini orqaga bukib qo'yishdi. Bechora odam, deb pichirladi eshik oldida turgan hamshiralardan biri. U odam emas, urod, dedi havorang qalpoqli doktor va tobora uzoqlashayotgan mashina ortidan unsiz qarab qoldi. Bu seni uling. Bu Uzilol baychaning qo'lida ko'zlari chaqnab turgan 7 oylik bolakayga Tangraberdi kulib qaradi. Ammo bolaga qo'l uzatmadi. Qo'lingga olsang-chi bolangni, dedi bu Uzilol baycha va bolakayni Tangraberdining qorni ustiga yotqizib qo'ydi. Ota bola bir iskashib olinglar, Zora. Ona ko'zlarini olib qochdi. Tangraberdi qarshisidagi ayolni ko'ngli uchun bolakayni peshonasidan o'pib erkaladi. Keyin uni qo'llarida tutgan ko'yi goh o'zidan uzoqlashtirib, goh o'ziga yaqin keltirib, yuz ko'ziga tikildi, sinchiklab tikildi. Ammo zulmat ortida muz qotgan xotirasida yilt etgan taft, uchqun sezilmadi. Balki shu bois bolaga nisbatan yuragida hech qanday tuyg'u uyg'onmadi. Meni xola demagin tag'in. Ena de, enang bo'laman, dedi bu Zilol baycha. Bir muddat taraddudlanib turdi-da, doktorlarning tanish narsalarni ko'proq ko'rsating, eslash qobiliyatini tiklashda yordam beradi degan so'zlarini esladi va yoshiga yarashmagan bir yengillik bilan lip etib borib qayerdandir shaxmat taxtasini topib keldi. Manavi esingdami manavi? Bu Zilol baycha chang bosgan shaxmat taxtasini yengi bilan artib o'g'lini ko'zlariga yaqin keltirdi. Shuni deb baloga yo'liqib qoldingmi deyman-da, sho'rli bolam. Tangriberdi enasini qo'lidagi matohga parvosiz nazar tashladi. Indamadi. Manavi yerga qo'ydim shaxmatingni. Kerak bo'lsa qo'lingni cho'zib olaverasan, dedi va shaxmat taxtasini o'g'lini bosh tarafiga tikka qilib qo'ydi. Tangriberdi tag'in indamadi. U qiqirlab kulayotgan bolakayga andarmon bo'lib qolgandi. Bir kuni tegirmonchini Ishboyev yo'qlatdi. Sahar edi. Ishboyev aytganday g'arg'a og'ziga olmagan bir payt edi. Ishboyev gapni avval tegirmondan boshladi. Kimdir Dovulboy kundan kun qo'l haqqini oshirib boryapti degan emish. Ishboyev shu gaplarni aytib, kiprik qoqmasdan tegirmonchiga tikilib turaverdi. Tergovga chaqirilibman deb o'yladi tegirmonchi. Endi bu ko'rgilik ham bormidi? Avvaliga oyoqlari qaltiradi, keyin terisi burishib qolgan vujudi titrashga tushdi. Lekin baribir javob berishi kerak. Eng osoni boshiga tushgan kulfatni ro'kach qilish. Shunda balki Ishboyev ko'kayini keng qilar. Dovul tegirmonchi ko'zlarini pirpiratdi, yelkasini qisdi. Bechora hol ko'ringisi keldi yanada. Aytdiki, bolamizni boshiga tashvish tushib, endi uni bola chaqasini boqish meni gardanimda. Tan olaman, bir ikkitasidan oshiqcha haq oldim, lekin hammadan emas. O'sha bir ikkitalar kimligini yaxshi bilamiz. Mana o'zining oti, otasining otiga dovur aniq tiniq qilib yozib ketishgan. Hay mayli, men xo'ja ko'rsinga sizni idoraga chaqirtirdim. Anavilarni ko'ziga bo'la. Men sizga aytsam, oshiqcha pulni kimdan olishni bilish kerak. Aytgancha, ulingiz qanday? Shu ko'taram bo'lib qoldi-da. Xotirasi ham yaxshi emas deb eshitdim. Shunday. Bo'lmasa bunday qilamiz. Men ulingizga xo'jalik hisobidan pensiya tayinlayman. Har oyda peshma-pesh olib turasiz. Keyin bitta dilbuzar bilan bitta aravacha bizdan. Tegirmonchining yuragi hapqirdi. Qarshisida oyday yarqirab to'lishgan raisni poyiga tiz cho'kishdan o'zini bazo'r tiydi. Rais bova, arobani o'zimiz olib beramiz, dedi u hayajondan tutilib. Siz arobani Qodirqulda otasiga bera qoling. Sho'rli 13 yildan beri to'shakda mixlanib yotibdi. Qodirqulda otasi ham arava topamiz. G'am yemang. Aravachaning tagi mo'l. Aytganday, nevara qanday? U ham shohmat ishqibozi emasmi ishqilib? Kim biladi, lekin kallasi kattagina otasiga o'xshab. Ammo lekin, rahmat rais bova. Dovul tegirmonchi qo'lini ko'ksiga urdi. Oyning yuzida tabassum jilva qildi. Aroba kerakmas dedim, dilbuzar kerak emas demadim, deb o'yladi tegirmonchi uyiga qaytar ekan. Shuni fahmiga yetdimikin? Tangriberdi esa kundan kun semirib borayotgandi. U endi to'lishish faslidan o'tib, rosmana semirayotgan edi.
Onasi yoki xotiniga ko'zi tushsa bas, qornim ochdi deb qo'yardi. Ular atay eshitmaslikka olib o'tib ketishsa, Tangriberdi o'zini bosa olmay qolardi. Qornim och, ovqat bormi o'zi bu uyda? Deb ayyuhannos solardi. Qo'ni-qo'shnilardan xijolat tortgan ayollar darrov uning aytganini muhayyo qilishardi. Tangriberdi faqat ovqat yeyish uchun yashayotgandek edi. Uning faqat nogiron vujudi va oshqozoni qolgandi. Ko'p o'tmasdan u bir qop go'shtga aylandi. Idora xodimlaridan 2 kishi kelib, tantanali ravishda Tangriberdiga nogironlik aravachasi bilan televizor topshirish marosimini o'tkazishdi. Mashina haydab kelgan yigit suratga tushirdi. 2 haftadan keyin Tangriberdini nogironlar aravachasida o'tirgancha televizorni qabul qilib olayotgan holdagi surati gazetada bosilib chiqdi. Eshboyev esa ko'p o'tmasdan rayon kattalari huzuriga chaqirtirildi. Aytishlaricha, yo o'rinbosar, yo katta bo'larmish. Hayot davom etardi. Birin-ketin bo'y yetib qolgan qizlar joyi chiqib uzatilib ketishdi. Erkaboy uylandi. Yor-yor sadolari yangrab, yangalar qurshovida kelinchak kirib kelganida nima uchundir yig'lab yuborgan katta kelin yuz ochdi. Bo'lgan kunning ertasiga bolasini yetaklab qayoqqadir otlandi. Xavotir aralash hayrat bilan harakatlarini kuzatayotgan Buzilol baychadan na izn so'radi, na rag'bat kutdi. Bolasini yetakladi-yu chiqib ketdi. O'sha kuni undan keyingi kunlar ham kelindan darak bo'lmadi. Munkillab qolgan tegirmonchi qudasinikiga zir qatnadi. Kimlarni o'rtaga qo'ymadi. Afsuski, kelini qaytib kelmadi. Tegirmonchining avvalgi shaxti yo'q edi. Qudasi-yu kelini oldida tili qisiqda edi. Ammo butkul noumid qaytishni ham istamasdi. Yo'ldoshboy bizniki deb turib oldi nevarasini quchoqlab. Quda yer suzdi. Lekin qudag'ay tilini tiyib tura olmadi. Jovulladi. Bolangiz bilan uy qilib orttirgani shu bola edi. Endi shuginani ham tortib olmoqchimisiz? Dovul tegirmonchi miq etolmay qoldi. Ichida nevarasidan ayrilganini tan olib ham qo'ygandi. Endi bosh ko'tarmay chiqib ketish qolgandi. Shu payt eshik ohista ochilib, ostonada kelin bo'lmish Yo'ldoshboyning onasi paydo bo'ldi. Mayli, bola uniki, dedi u yig'lamsirab, kamzuli yoqasini ko'ziga bosib. Keyin yig'i aralash so'zlandi. Faqat keyinroq. Dovul tegirmonchi kelinning muddaosini fahmladi. Tangriberdiga xotinini ketib qolganini aytishmagandi. O'g'liga o'rganib qolgan ekan. Ha deb Yo'ldoshboy qani, nega kelmayapti deb so'rayverib, onasini bezor qilib yubordi. Buzilol baycha chidab tura olmadi. Oxiri aytdi, yig'lab turib aytdi. Tangriberdi miq etmadi. Onasini ko'z yoshlari yuvayotgan yuzidan ko'zlarini olib qochdi. Shiftga tikildi, kiprik qoqmay yotdi. Shu kuni u biror marta ham qornim ochdi deb baqirmadi. Ertasi kuni ham, undan keyin ham. Keyingi kuni u tun yarmidan oqqanda onasini uyg'otib tashqariga olib chiqishini iltimos qildi. Yarim oqshomda nima bor bolam? Tong otsin. Olib chiqmasangiz hoziroq o'lib qolaman. Yuzi ko'karib ketgan Tangriberdi ko'ylagi yoqasini tutamladi. Buzilol baycha qo'rqib ketdi. Hay-haylab Erkaboyni uyg'otdi. Birgalashib Tangriberdini aravachaga o'tqizib, hovliga olib chiqishdi. Endi borib uxlayvering, dedi Tangriberdi onasiga. Men o'zim o'tiraveraman. Buzilol baycha asta yurib uyga kirdi. Ammo o'ringa cho'zilmadi. Hovliga qaragan deraza oldiga cho'k tushib, o'g'lidan ko'z uzmay o'tirdi. Tangriberdining nigohlari hovlini ko'zdan kechirib, oy shu'lasiga cho'lg'anib yotgan tepalikka tushdi. Biroq nigohlari bu yerda ham bir daqiqa to'xtamadi. Tepalik osha uzoq-uzoqlarga tikildi. Biri qorayib, yana birovini uchi yaltirab turgan tepaliklar u tog'lar bilan yulduzlari jilva qilayotgan osmonni tutashgan yeriga unsiz tikilib qoldi. Lekin afsuski, muzlab qolgan shuuri hech narsani his etmadi. Bedarak ketgan xotirasi hech narsani eslay olmadi. Yuragi qattiq sanchdi xolos. Ertasi kuni Dovul tegirmonchi ertalabdanoq tirgovich yasashga kirishdi. Tunda deraza oldida tiz cho'kkan kampirining yonida turib shu fikrga kelgandi. Biror soat o'tib, tayyor bo'lgan tirgovichga shaxmat taxtasini osib, o'g'lini kravati yoniga qo'ydi. Qarshisida televizor, yonida shaxmat doskasi. Birov tegirmonga bor deb zug'um qilmaydi. Neki istagani aytsa bas. Yonida mo'ltirab turgan onasi muhayyo qiladi. Endi shaxmat bilan shug'ullanish uchun barcha sharoit muhayyo. Ammo Tangriberdining shaxmat degan baloyi azam endi umuman bezovta qilmasdi. U faqat televizor ko'rardi. Toliqqan paytlari derazadan ko'chani, o'tgan-ketganni kuzatib o'tirardi.
Istasa shundoq qo'lini uzatsa bas, shaxmat bilan shug'ullanishi mumkin edi. Aynan o'sha istak yo'q edi yigitni ko'nglida. U faqat bir narsani, onasi sening o'g'ling deb qo'liga tutgan o'sha bolakayni ko'rishni, uni yana qo'liga olishni orzu qilardi. Dovul tegirmonchi esa tez-tez o'g'lini xonasiga kiradigan, u bilan soatlab gaplashib o'tiradigan bo'lib qolgandi. U o'g'li bilan suhbatlashish asnosida shu narsaga amin bo'ldiki, Tangriberdining tili ravon, hamma narsa haqida biyron-biyron gapirardi. Faqat nimagadir yonginasida turgan shaxmat doskasiga qayrilib ham qaramasdi. Shunda tegirmonchining mijjalariga beixtiyor yosh qalqdi. Buni o'zi ham sezmay qoldi. O'g'lini yarmi tirik, yarmi jonsiz, abgor tanasiga zimdan boqarkan, yuragi o'rtanib ketdi. Balki harbiyga qaytib ketayotganda bu falokatga yo'liqmasmidi, degan armonli o'y miyasidagi o'sha g'ovakni tirnab o'tganday bo'ldi. O'sha kuni kechga borib tegirmonchi sirqovlanib yotib qoldi. Ertasiga ham indiniga ham o'rnidan turmadi. Tuz totmay qo'ydi. 5-kuni tongga yaqin boshmaldoqday narsa turtib chiqqan tomog'ini 2-3 bora siladi. Keyin qo'llarini qimirlatishga ham holi kelmadi. Bo'zilol baycha og'ziga tomizish uchun suv olib kelganida tegirmonchi jon taslim qilish arafasida xirillab yotardi. Oyoq qo'llari muzlagan, ko'zlari chirt yumilgan, xuddi qayta ochilib ketmasin deganday. Ammo hamon xirqirayotgan bo'g'zidan otilayotgan ko'kimtir ko'pik sira ado bo'lmayotgandek oqaveradi. Bo'zilol baycha qo'rqib ketdi. Buncha ko'pik qayerdan chiqyapti? Oradan 6 oy o'tib Bo'zilol baycha ham kasal bo'lib yotib qoldi. O'rnidan tura olmay qolguncha o'g'lini xizmatini qildi. Oxirgi daqiqalarda ham u bolasiga ilhaq bo'ldi. O'lgisi kelmagandek jon talashdi. Jon teri chiqib qat-qat ajin bosgan peshonasidan reza-reza ter oqqanda ham kampir o'rnidan turmoqchi bo'lar, ustiga yopilgan yengil ko'rpani siltab-siltab yuborar, allaqachon karaxt bo'lib qolgan lablari nimanidir demoqchi bo'lganday ahyon-ahyonda seskanib ketardi. Bir burda bo'lib qolgan vujud so'nggi kuch-quvvatini shu yo'sin sarfladi. Baqrayib qolgan ko'zlarini qishloq mullasi duo o'qib ham yopa olmadi. Katta kelin boshqa turmush qilgachgina Yo'ldoshboyni otasining ixtiyoriga yubordi. Birdaniga 2 o'g'ilchali bo'lib qolgan kichik kelin ro'zg'or yumushlariga o'ralashib qolgan. Tangriberdiga qarash ba'zi kunlari esidan chiqib ketardi. Erkaboy kun bo'yi tegirmondan beri kelmasdi. Dovul tegirmonchi olamdan o'tib ketgan bo'lsa-da, u umr bo'yi kutgan, qo'rqqan, talash-tortish yuz bermagan Erkaboy tegirmonni yopish xayolida yurardi. Bemorga qarovni mazasi qochdi. Xonadan yoqimsiz hid ufurib qolgandi. Tinimsiz qashinaverganidan Tangriberdining badanida uchuqqa o'xshash bir narsalar paydo bo'ldi. Uchuqlar asta-sekin kattalashib, yiringli yaraga aylandi. Bir kun kelib yaralar yorilganidan yiring aralash qon sachrab kiyimlari dog' bo'lib qolganidan keyingina Erkaboy bundan xabar topdi. To'g'rirog'i bu xabarni ota-onasi o'lganidan keyin Tangriberdining oldiga tez-tez kirib turadigan Shovqi muallim aytdi. Erkaboyga 1-2 achchiq-tiziq gaplarni ham gapirdi. Erkaboy jizzakiroq edi. Jahli chiqib ketdi uning. "Siz", dedi u otasinikiga o'xshash chag'ir ko'zlarini chaqchaytirib. "Akam bilan ishingiz bo'lmasin. Otamdan bir eshitgandim. Aslida akamni boshiga siz yetgansiz, siz." Shovqi muallimning ko'zlaridan tirqirab yosh otildi, ammo bir so'z demadi. "Senga gap hayf", deganday Erkaboyga nafrat bilan tikildi-da uydan chiqib ketdi. Shu ketgancha badar ketdi. Qaytib bu ostonaga qadam qo'ymadi. Tangriberdi esa tashqarida bo'layotgan gap-so'zlardan bexabar eshikka termulib yotardi. Shovqi muallim kelishini kutardi. Muallimning suhbatlari unga noma'lumlik chegarasini buzib o'tish uchun kuch-quvvat bag'ishlayotganday edi. Nimadir yuz berib hammasi tamom bo'lganiga 1 oylardan keyin ishondi Tangriberdi. Chunki o'tgan vaqt mobaynida Shovqi muallim umuman qorasini ko'rsatmagandi. Tangriberdining balki ko'chadan o'tganda ko'zi tushib qolar degan ojizona ilinji ham puchga chiqdi. U endi kun uzuq kun miq etmasdi. O'g'li o'yin bolasi emasmi, ko'chadan beri kelmasdi. Televizor ham joniga tekkanida ba'zida kun bo'yi biror marta yoqilmasdi.